Choylaringni ichib ketlaring. İşga bormaysanmi? Yo'q, bormayman. Toqqa chiqib ketyapmiz. Agar xohlasangiz sizga shirin bo'lishim mumkin. Eng qizig'i 2 oy ichida 8 ta ishxonadan haydalgan ekansiz. Buni qanaqa tushunsa bo'ladi? O'qiganmisizlar? Choylaringni ichib ketlaring. İşga bormaysanmi? Yo'q, bormayman. Toqqa chiqib ketyapmiz. Agar xohlasangiz sizga shirin bo'lishim mumkin. Eng qizig'i 2 oy ichida 8 ta ishxonadan haydalgan ekansiz. Buni qanaqa tushunsa bo'ladi? O'qiganmisizlar?